Hammaga assalomu alaykum. Xiva Qasmoboddan 62 kvadratli 2 xonali kvartiramiz sotib olish chiqibdi do'stlar. Hozir sizlarga adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, qaranglar. Yon tomonimiz Oydinko'l tomonidan kelaverdingizda Qasmobod poliklinikasi bo'ladi. Shundan o'tganingizdan o'ng tomonda birinchi ko'cha bo'ladi. Shu ko'chadan kirganingizda chap tomoningizda o'sha Qizil dom. Shu Qizil domimizning ikkinchi podezi 3-etaj 1, 2, 3 ko'ribdan aylangiz. 62 kvadrat 2 xonali. Bu domimizda orqa tomondan ham girsa bo'ladi, oldi tomondan ham girsa bo'ladi. Ya'ni banimiz oldi tomoni. Gaz, svet, suv, internetdan muammo yo'q beriladi. Berimiz hamma tomondan qulay, banimizda yana sport shkola, sal arakani o'tsangiz Qurbonota maktab. Banimizdan Marharazmi maktabi bor. Kvartiramiz 3-etajda, chap tomonda joylashgan bo'ladi. Berimiz holimiz, kirib kelganimizdan 62 kvadratli kvartira 2 xonali. Girganimizda o'ng tomonimizda kuxnya, banimiz sanuzel bo'ladi. Endi birinchi o'chitda bon tomondan boshlasak, berimiz sanuzel. Unitazlari, vannasi. Berimizda просто bir освежитать qilishimiz kerak. Keyin hamma narsasi tayyor. Kuxnyamiz. Banimizda stolni katolimiz bor. Bera bir kuxnya mebel qo'yib qo'ysangiz, keyin Ariston. Zalimiz. Zalimiz ham ajoyib buni. Berimiz laminat pol. Dapalarini beni gipsokadordan naqshlatib, fonlatib taxlab qo'yganlar. Registrlarimiz qo'yilgan. Zaldan banimiz spalni. Kvartiraning narxini keladigan bo'lsak, egalari 250 milliondan kelishiladi deb turibdilar. Ekranda egani nomeri bo'ladi. Bemalol telefon bog'lanaverasizlar. 62 kvadrat. Ya'ni to'shni aytadigan bo'lsam, 61,8 kvadrat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videomizni yakunlaymiz. Agarda Qasmoboddan 2 xonali 62 kvadratli kvartira kimda qidirib yurgan bo'lsa, shu videomizni jo'natib qo'ysangiz, yordamimiz teggan bo'lsa, juda ham xursand bo'lamiz.